insonning qayerdan kelgani emas, qayerga qarab borayotgani muhim. Abdulloh Amir al-Mo'minin Umar roziyallohu anhu hazratimizning o'tmishi qora bo'lgan shunday insonlar borki, o'zlari uchun yaxshiliklariga to'la buyuk kelajak qurgan degan ma'noli so'zlarini yaxshi ko'rardi. Insonning bugun qaysi tomonga qarab yo'nalgani muhimligini ta'kidlardi. Shuning uchun ham doim insonlarning yaxshi tomonga o'zgarishidan umidlanar, xulqi yomon kimsalar uchrab qolsa nasihat qilar, ularga ezgu fazilatlari bilan o'rnak bo'lardi. Huzuriga maslahat istab kelganlarga vaqt ajratar, ularga yordam berardi. Abdulloh gapirmoqchi bo'lsa, tinglovchining diqqati jamlanganiga ishonch hosil qilganida so'zlardi. O'tmishi kirli insonlar xatolari sababidan olg'a intilishga qo'rqib qolgan, yo'qotishlari boisidan nima qilarini bilmay turgan, o'tmishim shu bo'lsa, kelajagim nima bo'lardi kabi o'ylariga ko'milgan, o'rganib qolgan odatlari tufayli omadi chopmasdan ko'p narsadan ko'ngli sovigan, azbaroyi, hafsalasi yo'qolganidan qo'lni yuvib qo'ltiqqa urganlarga oddiy, ammo ta'sirli tavsiya berardi. Insonga balo o'z nafsidan keladi. O'z ishlarida o'zgalarni ayblash yoki xatoni o'zidan izlamaslik ayni nodonlikdir. Ustoz tutmay o'zbilarmonlik qilishi, ya'ni ilmsizligi, to'g'ri yasholmasligiga, ota-onaga itoatsizligi, badbaxtligiga, ibodat va mehnatda kam harakatligi, yo'qotishlarga, tajribasizligi, qoqilishiga, beodobligi, solihlarga yaqinlasholmasligiga, hasadko'yligi, o'zini yeb bitirishiga, ko'p yeyishi xastaliklariga sabab bo'ladi. Ammo umidsizlikka tushmaslik lozim, chunki umidsizlik shaytondandir. Allohim mehribon. O'tmishni o'zgartirib bo'lmaydi, ammo bugun yaxshi niyatlar qilib, yaxshilarga do'st bo'lib, xayrli ishlar tomon bir qadam tashlasa, kelajagi go'zallashadi. Insonning qayerdan kelgani emas, qayerga qarab ketayotgani muhim. Uning ibratlarga to'la hayoti va shu kabi ma'noli so'zlari necha taqdirlarga ta'sir qilar, qancha tushkun insonlarning qaddini rostlardi. U bilan so'zlashgan kishilar avvalo o'zini isloh qilishga, ayblariga boqib, xatolarni to'g'rilashga kirishar, oqibat go'zal hayot tomon dadil odimlardi. Agar avlodlarimiz ham boshlariga tushadigan ko'rguliklar o'z nafslaridan bo'lishini teran anglasalar, o'zlarini isloh qilib, xatolariga bir qo'r nazar tashlab tursalar, doimo oldinda bo'ladi. Davom etardi u. Butun umr o'zgalarni ayblab yoki nolib yashamaydi. Musulmonlar ibodat va mehnatda doimiylik, tinimsiz ilm izlash, kechagi kunidan buguni, bugunidan ertasi ilm va tajribalarga to'laroq bo'lishiga intilishi orqali boshqa din vakillariga ham o'rnak bo'lishi lozim. Ayni yashab turganimiz zamon butun dunyo havas bilan boqadigan ilm, tijorat uchun biz tomonlarga o'zgalarni yetaklaydigan zamon. Abdulloh mana shunday hammaga ertasidan chiroyli umid bilan yashashni o'rgatar. Naql qilingan hadisi sharifda kelganidek, umid bilan yashash ham ibodat ekanini anglatardi. U insonlarni ilmga, sunnati saniyaga undar, o'z boshiga qaror chiqarib, o'zicha yashashdan qaytarar. Chala ilm yoki u yer bu yerdan eshitgan so'zlariga emas, e'tiqodi butun, solih va olim ustozlarga ergashish lozimligini tushuntirardi. Bir kuni xulqi buzuq odam keldi va maslahat so'radi. Hazrat, menga niyat, maqsad, orzu kabilarni tushuntirsangiz. Men bu borada chalkash vaziyatdaman. Qilgan yomonliklarimni taqdirimdan deyman-da, ertani o'ylasam yana qo'rqib ketaman. Butun umrimni yomon odatlarimdan hosil bo'lgan xatti-harakatlar bilan o'tkazamanmi? O'zi men kabilarning ham hayoti o'zgaradimi? Abdullohning javobi hikmatlarga to'la edi. Azamatim, Allohim mehribon, tavba eshiklarini ochib qo'ygan, deb boshladi so'zini u. Agar sen kabi xatolarni anglagan yoki anglamay bir tarbiyachiga muhtoj kishilarning yomonliklar ichra o'tib ketishlari kerak bo'lganida,
Robbim minglab payg'ambar alayhissalomlarni va olimlarga rahmat bo'lgan suyukli, bizga ota-onamizdan ham mehribonroq payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yubormagan va muqaddas kitoblarni nozil qilmagan bo'lardi. Siqilma. Hazratimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu har doim Allohimga sog'lom niyat ber degan ma'noda duo qilib iltijo etarkan. Yaratgan egamning roziligiga erishish dining va dunyoyingga ham manfaatli bo'lsin. Hammaga ayni damda o'zingga ham foyda keltirsin. Yaxshi niyat agar unga yetolmasang ham senga savob olib keladi. Agar unga erishsang 10 baravardan to sanoqdan tashqari darajada savoblarga yetasan. Niyatlaringni maqsadga aylantirasan va har kuni oz-ozdan harakat qilasan. Ammo quruq orzu senga foyda keltirmasligidan tashqari vaqtingni isrof qilganing uchun gunohkor ham bo'lasan. Hazratimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning shunday so'zlari bor. Boylikni uzun orzu bilan, sog'liqni dori-darmon bilan, yoshlikni pardoz-andoz bilan topib bo'lmaydi. Allohimdan sen ham buyuklarimizga taqlid qilib, ularga ergashib, sog'lom niyatlar so'ra. Ularning izidan yur. Ulardek bo'lmasang ham hayotda baxtli yashaysan. Eslab qol. Baxtli bo'lishing go'zal niyatlaring natijasidir. Keluvchining ko'ngli ko'tarilib, ishlariga tavba qildi va niyatlarini tezda yangiladi. Uningdek ayblariga tezda iqror bo'lib, o'zini tuzatuvchilar tezda hayoti o'nglanib, go'zal umr kechira boshlaydi. Abdulloh har lahzada ustoz ko'rganligini namoyon qilar, tartibli ilm olgani bilinib turardi. Xudoga shukr, Allohim bizlarga Imomi Azam hazratlaridek buyuk ustozni bergan. U kishi ummatning chirog'idir. Qiyomatgacha ilm talab qiladigan va biror natijaga erishgan borki, u kishidan adoqsiz qarzdordir. Haqqi esa har namozda u kishining haqlariga xayrli duodir. Haqiqatdan ham insonning umidsizlikka tushishi aslo yaxshi emas. Chunki buyuk Alloh taolo bor. Dunyoning g'ami Robbimizning qudrati oldida hech narsadir. Abdulloh qaror qabul qila olmasdan taraddudlanganlarni mana shunday tarbiyalardi. Dardi gardaniga og'irlik qilayotganlarga ayni shunday umid uyg'otardi. Uning huzuridan chiqqanlar haqiqatda insonning qayerdan kelgani emas, qayerga qarab borayotgani muhimligini anglab ketardi.